Uzr do'stlar, bo'linib qoldi. Qani olg'a, yo'q. U kim meni uyg'otdi? Qani, mana senga. Yo'q. Yo'q. Qani olg'a. Olg'a otinglar. Yo'q. Yo'q. Qani, mana senga. Bizni otishyapti. Yana ahd qilibsan-da kelishga. Qani bu yoqqa kel. Bu yoqqa kelinglar. Sizlarga fokus ko'rsatma, qarab tur. 1 2 3 mana senlarga. Steve, yo'q. Mana senga. Bechoraga rahmim kelyapti. Endi esa yo'q. Qani olg'a. Alex, Alex, yaxshimisan? Alex, Steve. Alex, do'stim meni. Ular yalmog'izni yengdilar. Va narsalarni qaytarib olishdi. Endi qishloqda hech qanday muammolar yo'q. Yovuzlar yo'q, to'g'rirog'i. Ular yana o'z narsalarini qaytarib olgandan juda xursandlar edi. Ular endi qishloqdan ketishar edi, bir quti narsani olib. Hikoyamiz shu joyda tugadi. Like va podpiska bosishni unutmang do'stlar. Bundan da zo'r dublyajlarni davom ettiramiz. Abukomga obuna bo'ling.